Assalomu alaykum. Ismim Sarnoz. Men Registon maktabida 2 yil davomida o'qib, IELTS 7,5 va SAT 1400 natijalarini qo'lga kiritdim. Registonga kelishimdan oldin ayniqsa speaking bo'limida juda ham qiynalardim. Maktabda esa native speakerlar bilan muntazam va faol mashg'ulotlar olib borildi. Aynan shu muhit, amaliy mashqlar va doimiy suhbat tajribasi orqali IELTS imtihonidan 7,5 ball olishga erishdim. SAT ga tayyorlov jarayonida esa mantiqiy fikrlash, test strategiyalari va vaqtni to'g'ri taqsimlashga katta e'tibor qaratildi. Tajribali ustozlarimizning to'g'ri yo'naltirishi orqali SAT dan 1400 ballni egalladim. Bu yutuqlarga erishishimda maktabimiz ustozlarining o'rni juda katta. Ularning ishonchi, qo'llab-quvvatlashi va mas'uliyat bilan yondashuvi menga katta motivatsiya berdi. IELTS va SAT ga endi tayyorlanayotgan o'quvchilarga maslahatim: ingliz tilidagi maqolalarni ko'proq o'qing, mustaqil fikrlashga va mantiqiy o'ylashga odatlaning. Agar siz ham yuksak natija va kuchli muhit izlayotgan bo'lsangiz, men sizga Registon maktabini ishonch bilan tavsiya qilaman.